Uzun bargini orqasiga nazar solar ekanmiz. Assalomu alaykum. Qon tomirlarimizni ishorasini beradi bu yerda. Demak, azizlar, ayniqsa ayol qizlarimiz kamqonlikdan aziyat chekayotganlar, mana sizlarga tekin yechim. Nafaqat kamqonlik, umuman qon tomir kasalliklaridan aziyat chekayotganlar. Demak, deylik o'sha varikozlar. Ko'proq ayollarda shu narsa kuzatiladi. Varikoz nimadan chiqadi? Jigarda bir paytda jigar qiynab qo'yganingizdan shu narsa yuzaga chiqqan bo'ladi. Yechimi nimada? Yechimi ko'p. Arzon usulini o'rgataman. 4 ta 5 ta mana shunaqa barra, toza kasal tushmagan bargini olasizlar, to'g'riysizlar, choynakka solasizlar, qaynagan suvni qo'ydinglar. 20 minut, 15-20 daqiqada dam yeb, ajoyib damlama hosil bo'ladi. Shu damlamani 3 ga bo'lib olib, har ovqatlanishdan oldin ichib olasizlar deb 15-20 daqiqadan keyin boringani yarim soatdan keyin ovqat yeyaverasizlar. Endi shu bilan birgalikda deylik buyrak yetishmovchilik, ya'ni pochka yetishmovchilik kasalliklari, dializga o'tirish